Assalomu alaykum. Mehrli obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana bomba ishlarimizdan biri nihoyasiga yetdi, xudo xolasa. Bu qilgan ishlarimiz Andijon viloyati Asaka shahri Olaqonot mahallasi 2-Chinorga mana xudo xolasa chiroyli ishlarimizdan biri. Umid akaning xonadonlariga qildik. Azizlar, ana avvalo tandirimiz mana. Tandirimiz ham bo'laycha bo'lib o'zgacha uslubda bo'ldi. Tandirimiz ichlari oppoq bo'lib oqardi. Mana akalar, bu tomondan ko'rinishlari. Endi u baho berishsizlardan. Xudo xolasa. Mana yonlarida tandirimiz, yonida o'choqlarimiz, mana 80 litrli qozonimiz, 60 litrli qozonimiz, mana 40 talik bakimiz. Azizlar, baho berishsizlardan, xudo xolasa. Shu turgan joyimiz, xudo xolasa 3,5 metr joy bo'ldi. Bakimiz ichkariroqda bo'ldi biroz. Xudo xolasa azizlar, ichida suvlar bor. Buni endi tutun tortishlarni bir qator hammamizga qiziq bo'lgan jarayon. Mana azizlar, bir qator ko'rsatib o'tamiz. Tutun tortish ko'rinayotgan bo'lsa o'zlaring baho beraverasizlar, xudo xolasa azizlar. Kichkina qozonimiz tutun tortishlari. Xo'p, bakimizni ham ko'rib qo'yamiz azizlar. Mana azizlar, bakimizni ham tutun tortishlari mana. Xudo xolasa zo'r. O'ta a'lo darajada. Xo'p, katta qozonimizni bitta ko'rib qo'yamiz. Mana azizlar, qator tutun tortishlari asosiy qismida bu endi azizlar. Mana tutunni belososga o'xshab kirib ketyapti. Xudo xolasa. Eshiklarni ochib qo'ysa ham tutun oldidan chiqmaydi. Mana azizlar, suvlarimiz mana qaynadi. Inshaalloh akalar, nihoyatda chiroyli bo'lib mana 200lik azbest turba qo'ydik. Mana 150lik azbest turbadan bokimizga qo'ydik. Mana 3'ovniki svyaska bo'lingan. Xudo xolasa chiroyli bo'lib bitdi azizlar. Mana xudo xolasa asha Andijon viloyati Asaka shahrida bitta hoji onamiz bor ekanlar. Nihoyatda bizga ixlos qilgan ekanlar, havas qilgan ekanlar. Mana o'zlari ham keldi mana. Duo bergani deydi. Duo bergani keldi. Mana qabul qilib olinglar, xudo xolasa yaxshi kunlarga, to'ylarga, marosimlarga maza qilib ishlatinglar. Qani opa duo bering. Bitta duo qilib berasiz endi. Ya ilohim. Allah Teala ömrünüzü uzak, rızkınızı uzak, martebenizi balat kılsın. Qo'shganingizdan qo'shaqaning, baxtli, taxtli bo'ling. Yuzga kirib, yuz bahorga kirib, hojilarga borib, hojona bo'lishlikka nasib aylasin. Xudoyim topganlaringiz yaxshilik kunlarga buyursin. Alloh barakasini beraversin. Qo'shganingiz bilan qo'shaqaring. Ilohim. Hammanglar Allohim tani joniga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Allohim bunaqa qilishlarda Allohim tandir o'choqlar qilishli, Allohim bardavom hayotinglarda uzoq yillarda odamlarning hojatini chiqarib yurishlik. Ilohim aytganlaring kelsin. Umringlarga, rizqinglarga, kuninglarga, vaqtinglarga Alloh baraka bersin. Rahmat. Topgan pulinglar Alloh barokat aylasin. Hammanglar bola chaqaga yetirishlikka Allohim, to'y tomoshalar qilishlikka Allohim yetib nasib ro'za aylasin. Amin. Ya'ni Allohim sallallohu alayhi. Amin.
Hamisha Alloh taolo endi shu kunlarga yana shu 2026 ga Mavlud oylarga sog' salomat Amin. xatolarimizni xatomi yetkazgan nasib ro'za To'ylarimizlar ham. Iloyim, iloyim. Iloyim, aytganlaring. Nasibi ro'za aylasin. Allohu akbar. Men ham ko'rdim ishinglarni, mana men ham uchastkam bor. Uchastkamga chiroq qilib Xudo xolasa, mana shu duodan keyin borib charchoqlarim chiqib ketdi. Ana. Odam mana shu oxirida maza qiladi-da. Ha, bu flagalar Xudo xolasa, bu flagamiz. Buni ham yoqib qo'ydik. Xudo xolasa qabul qilib olaverasizlar. Endi bu tandirda qanaqa qilaman, bolam? Tandirlarga bir qator soviydi. Hozir yaxshi bo'ldi, shuni so'raganingiz, ko'pchilik so'raydi. Obunachilarimiz bu tandirimizni bir qator soviydi. Bir kunda soviydi. Bugun mana turadi, ertaga bir sutka. Bir sutka deylik ana. Ertaga bitta nomokob suvda atiladi. Chiniga nomokob sho'r suvda qilib, keyin orqasidan bitta oq yog'da qilinadi, atiladi. Ha, hamma joyini atiladi. Nomakov suvni chachamizmi? Yo'q, atiladi. Atilgandan keyin boshqatdan qizdiriladi. Endi o'sha somsa-pomsalarni yopib, yog'li nonlarni yopib, endi kelaverasizlar, Xudo xolasa. Ana. Sizlarga ham Xudo xolasa. Ko'ngillarning to'ldimi, Xudo xolasa? Iloyim, yaxshi kunlarga ishlatinglar. Niyatiga yetdi-da. Ha, sog' salomat bo'linglar. Azizlar, mana bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa chiroyli ishlarimizni chiroyli qilib beraveraylik. Like bosish esdan chiqmasin, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nimada endi tutun